Hey adam. Hey, mavçır qo'ylasizlar. 200 ming ko'y mukofot chiqibdi menga. Avçır keldi, kartonunuz uçup bo'ldi deb. Çeçi uzun aqli qisqa deydi şuna. 200 ming pul sana bakadi muka urpiram da karanga. Bana bir jana tutib yeb qilaman. Voy, ishonmaylik-na, men ko'rsayman, men xato tushunib olgan bo'lsam. O'qib baqslar. Bu manda uçurluğa ishonma, bu uçur degani men yollayman sana. Nima qiladiganda hozir bu bir kim 200 ming pulni bakadi muka beremdi deyman. Ben o'tirib, jim o'tirib denji ko'rasan deyman. Hey, kimdimdi bu? Vay. Vay, Aygül Abdurashid xonim. Ha, men shu. Siz erishgan 200 ming mukofot summasini kartoningizga urib o'tdik. Bankka telefon urib surishtirib qilib baqsangiz bo'ldi. Ha, ma'qul, rahmatchiman, ma'qul. Kim oyna? O bir rost 200 ming chiqdimi? Ha? O nerede urib da? Bankadan uribdi, men ko'rsam mana. Oy rost banka ekan. 200 ming koy. 200 ming koy chiqdi ya bizga. Ya. 200 ming koy deganga soyatini qilib ketsam, panyochalik chiqarib ketsam, so'mkani esa taqab ketsam. Ya qilay bo'ldi. Ay nima ish qilsam deb qilay 200 Voy, ming koy. men 20 ming koy bir narsa ipaslar, men o'zim qilaman. Voy, kim edimdi bu? Vay. Vay, Aygül xonim. Beksat bo'ldi. Boy sizga urgan pulning bejin tutilishini unutib udilni yo'llab o'tibdim-a. Hozir boshliqim bek ayiblab ketyapti. 200 mingning 20% beji 40 ming bo'ldi ekan. Xafa bo'lmay, ma'u karta nomeriga urib bersangiz. 40 ming koy? Men yordam qilsangiz ada. Bo'lmasa men necha oy bekorga ishlayman. Ma'qul. Hey, bu bejining gapini qilyapti-ya, 40 ming koyda. Bir chat taqlamış nolda? Evet, biramliq ya. Hamma çırfı bo'ldin. Qayla, öpganni biz o'ylab bizdan tutdi. Bizdan? Hey, 160 ming koy qoldi. Anla, men oldidan gapimni anla. Bu 200 ming koy pul vergan adam degandan keyin deb bejin tutib olmay beramdi sana, ha? Uning o'rniga 200 ming koy, uyg'oqtida 40 ming koy tutildi, 160 ming koy sana bas bo'lmamda. Xato urib qopdiman deydi-g'a hozir. Qayla, men kallangni ishlatib kepqil, kallangni ishlatib keptibdi. Men bankalik ag'inamga telefon qilib, hisobot pulni bir surishtirib baqil oldim. Bir so'rab baqslar bir. Pul bijim olib ketdi, adatda. Yo'q. Gap ishonmay, faqat lomush. Heyla. Qaldiran qilib qo'yding sen. Ha, adash obdan tudingmi? Tinchlikmi? Salomat tudingmi? Tinch tuding. Menda bir gap qayla hozir bir menda bir sho'lab qoldi. Ma hozir jugurib zada atoka toshqandak sakrab chiqibdi ekan, qishimga nim bo'ldi ketsam 200 ming ko'm mukofot chiqibdi menga deb qayla. Nomерni aytib beray, qariga urib bo'libdi emas, bankning nomeri ekan, taqa. Tekshirib boqamiz, qapmay. Ma'qul. Tutujma hozir aytdim. Mafchulum aytdim ya. Yo'q, bo'lmay. Saqal taqim tutray, ama kanumronlar aytamiz. Adash aytdim. Ha bir tekshir ha. Ha, bo'libdi desh. Avar qilmasinizmi? Maqdish, rahmat, maqla. Nim deydi? Rostmikin 200 ming koy chiqdi deydi qo'yna. Ma 200 ming koy pul chiqdi, ras chiqdi. Qaringa. Ama 200 ming koy pulni ilab qayla biz endi qanday qilgan bo'ldik sen sayohatini qilib 50 ming koy olsang degan biznasini ilab. Do'yin ishlayman. Do'yin ishlaysan, endi qilsa da'chidim buni olamas, qayla falali mashinada buni. Voy bo'ldi, bek oshirib aytdinglar. Ma gapni angla. Qanchalik qilaman 200 ming koy pul chiqibdi bizimda. 200 ming koy pul chekda og'dirgan pul ekan u. Ay, 20 soatda chekni qaytarib olsa poqli bo'ladi ekan. Tas qaps 40 ming koy do'qish kila. Aldingmi? Ishonma, bunday gap ishonditsam o'sha oldirib ketadi. 200 ming koy chiqibdi deb o'sha tas qaldingiz adam o'jalik berib sayohat qilg'ila. Voy, ana shu mushta dönsin kelgan. Ishonma sen, u uchurga ishonma. Ha, rost tura o'tgani mening bir xizmatdoshim oyda oldinib ketgan, men sana telefonimga bir appni tushirib beray. Hozir qayla Ajna oldimchilning jajisini berdi-ga appni bizsima. Qanday appkin u? Mana Goja Goja Fenza Jungshin Goja deb saqlam chiqib bo'lgan. Mush appni tushirib olib, mushningdek butun ajnasini ko'rib, qilsam o'sha oyda qalaymiqan telefon, sana tushuntirib berdi hamma-nimcha. Mana ko'rdingmi? Jubos vakan maxsus shu. Jubo qilyapmiz-da. Jubo qilsak bo'ladi, shu zot to'sida ajna nimaning hammasini qalaymiqan sana telefon qiladigan pul chiqdi deydigan oldamchiligini. Men tushirib etdim jima. Xudo diqqat qilasizmi? Dad oldirib yugurib chiqma.